o'sha on keldi. Men bu onning kelishini hech qachon istamagan edim. Lekin bu futbol. Hayotda hamma narsaning ibtidosi bo'lgani kabi intihosi ham bor. Men shanba kuni Bernabeuda o'zimning so'nggi o'yinimda ishtirok etaman. 2012-yilda dunyoning eng yaxshi klubining libosini kiyish umidi bilan va buyuk ishlarni amalga oshirish xohishi bilan kelgan edim. Lekin keyinchalik nimalar bo'lib ketishini hatto tasavvur ham qila olmaganman. Real Madridda o'ynash mening futbolchilik faoliyatimni va shaxsiy hayotimni umuman o'zgartirib yubordi. Tarixdagi eng yaxshi futbol klubining eng yorqin davrlaridan biriga o'z hissamni qo'shganim bilan faxrlanaman. Chin qalbimdan klubga, shu jumladan alohida klub prezidenti Florentino Perezga, jamoadoshlarimga va shu davr mobaynida menga yordam bergan hammaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. O'tgan yillar davomida ajoyib onlarni boshdan kechirdim. Imkonsiz bo'lib ko'ringan remontadalarda, finallarda